hududlarda amalga oshirilayotgan dolzarb 20 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar jarayonida 1996 yilda tug'ilgan fuqaro Buxoro-Toshkent yo'nalishidagi Afrosiyob tezyurar yo'lovchi poyezdida Toshkent markaziy vokzaliga kelganligi, vokzaldan chiqib taksiga o'tirib ketmoqchi bo'lganida o'ziga tegishli 5330 AQSh dollari, shuningdek 2 million so'm miqdoridagi pullari, bank plastik kartalari hamda shaxsiy hujjatlari bo'lgan ko'k rangli qo'l sumkasini yo'qotganligini ma'lum qilib, Toshkent mintaqasi temir yo'l transportida xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasiga murojaat qilgan. O'zining shaxsiy buyumlari topilishida amaliy yordam so'ragan. Ushbu holat yuzasidan Toshkent mintaqasi temir yo'l transportida xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi tezkor xodimlarining olib borgan qidiruv tadbirlari davomida 1997 yil Toshkent shahrida tug'ilgan fuqaro Toshkent markaziy vokzalining 3-yo'liga kirib kelgan Toshkent-Buxoro yo'nalishidagi Afrosiyob tezyurar poyezdiga chiqib, fuqaroga tegishli ko'k rangli qo'l sumkasi barsetkani o'g'irlab olib ketganligi ma'lum bo'ldi. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida u qo'lga olinib, o'g'irlangan barcha buyumlar egasiga to'liq qaytarildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-modda 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.